O'xshagan polo maynak oldu qarangızlar. Bugün sizlarga o'xshatib polo aytib beray. Go'sht, piyoz, sabzilarni to'g'rab tayyorlab oldim mana. Endi guruchni tayyorlab olaylik. Biz odatda tomoq ishlatayotganimiz mush shaltajining alohida guruchi, bu dumbining birinchi daraja guruchi. Qarangızlar bu guruchning donasi cho'ng, paqiraq, suzukligini. Buningda tomoq qilsangizlar, gangpan pololarni qilsangizlar pek o'xshaydi. Guruchni bir necha qatim shunday pokuz yuvib, 20 minut chilaymiz. Maymun qizibdi, endi go'shtni sap qo'rib olaylik. Endi piyoz, azroq tuz sap qo'rib olamiz. Sabzini sap yumshoqcha qo'rib olamiz. Mopiq suv quyib 10 minut qaynatamiz. Tuz, shakar, tuz tamam shunday yaxshi tanishilibdi, endi guruchni solalay. Avval normal o'tda 5 minut dimlaymiz. Guruchni tekshi o'rib, kichik o'tda 20 soat dimlaymiz. Biz yeb kelayotgan shaltaji alaydi guruchlari e'tibor paliyat setilyotidi. Bir taqsiligi menning pulg'ila bir xalta guruch ala olaysizlar. Astigmalar sınavasınızlar buldu. Mana poloyimizin pişti. Mana qarangızlar guruchning dana paqiraq shunday yaxshi pishib ketgan.